Men perchatkani sizlarga alohida ko'rsatmoqchi edim. Bu perchatka mana bunaqa tirsagigacha bo'lgan razmerda, polni tirsagigacha chiqadi. Mazza qilib hamma yoni o'g'irqa qo'rasizlar. Qalin, uncha narsaga teshilib ham ketmaydi, yirtilib ham ketmaydi. Вообще mana shu perchatka zo'r. O'zim ham uyda mashinani tozalayman. Hali uyga borganda yana ko'rsataman. Bundan zakaz qilinglar, bundan soni rosa kam qolgan. 5 ta, 6 ta dona qolgan. Har doim ham bo'lmaydi bunaqa perchatkalar. Rosa hadavoy hisoblanadi. Hop, bu yerda klientimizni 2 litrli oq kiyimlarga mo'ljallangan жидкий средство, ya'ni bu жидкий порошок, 4 litrli жидкий порошокimizdan olyaptilar. Hozirgi kunda hamma жидкий порошокlarga o'tib ketgan. Agar siz hali bir marta ham ishlatib ko'rmagan bo'lsangiz, olib ko'ring. Bu narsa 80 ta, mana shu 2 litrligini o'zi 80 ta sirkaga yetadi. Ancha ekonomli, zo'r qilib oqartirib, tozalab beradi kiyimingizni. Undan tashqari ancha vaqt o'sha kiyimingizda приятный pudrovый запах kelib turadi. Rosa stoyki zapahlar solingan bularning hammasi.